hakimlarni, hikmat egalarining qadrini bil. Bu hikmat egalaridan murod har qanday donishmand kishilar, barcha ilm egalar. Barcha ilm, matematika bo'lsin, fizika bo'lsin, tarix bo'lsin, falsafa bo'lsin, fiqh bo'lsin, hadis bo'lsin, boshqa ilmlar bo'lsin, hikmat egalari deyiladi. Ularni qadrlarini bil. Qadrini bilish albatta ulamolarni qadrini bilish nima bilan? Ko'proq foyda olish bilan bo'ladi. Bir ahli ilmni chaqirib olib 8 ta 10 ta bilpat. O'zlari javrab o'tiradi. Ahli ilm vaqtini oladi. 4 qoshiq osh uchun 8 soat, 2 soat, 3 soat vaqtini oladi. O'tiradi oldida 2 soat o'shida, shu bilan ko'niga qarab. Foydali savol berishni bilmaydi. Savolga javob bersa eshitishni bilmaydi. Bir o'tirib maza qilib osh yeylik deydi. U maza qilib osh yeyish ahli ilm ishi emas. Ahli ilmning ishi maza qilib ilm olish, maza qilib ilm berish. Osh maza qilish uchun yeyilmaydi, osh hojat uchun yeyiladi, qorin to'yg'izish uchun. Unga aday odam og'riqlib to'planadigan narsa emas osh. Hamma o'zining uyida bor narsa. Suhbat uchun to'plansa arziydi, orada osh yesa bo'ladi. Qancha ahli ilmlarni zoya qilishadi shuna qilib. Shuncha payg'ambarimiz alayhisalom aytganlar, kishilar Alloh taolo ilmni odamlarning qalbidan sug'urib olmaydi. Ulamolarni vafoti bilan ilmni oladi. Hamma davrda ham ilm ulamo vafot etadi-yu, abadiy yashamaydi-yu deysiz. Yo'q, endi gap shundaki, vafot etguncha odam o'tirgan atrofidagilar ilm olishni bilmaydi shundan. Katta-katta olimlar atrofida johillar yurgan bo'ladi. Bilmaydi o'sha odamdan ilm olishni. Qo'shni bo'lsa ham, ahli bo'lsa ham, boshqasi bo'lsa ham. Aqli yetmaydi. Yonidan o'tgan suvni qadri yo'q deydi biz xalqda. Ilm olishni ham bilmaydi. U laqluq. Kim olib yana ziyoratga kelsa ham vaqtni olib o'tiradi. Keldingmi, savoling bilan so'ragin, ol ket. Aksincha, ahli ilmlarni zoya qilishadi. Natijada ahli ilm ham ushlarning ko'niga qarab bechora keyin ularga bir narsa aytay desa, saviyasi yo'q, xohishi yo'q. Billa oshiga qaytib kelaveradi. Mana shunday natijada keyin ahli ilm oxiri o'ladi, atrofidagilar foyda olmasdan qoladi. Keyin nima dedilar Rasululloh? Keyin kishilar johillarni o'zlariga rais tutadilar. Ular o'zi ham adashadi, johil kishilar. O'shini ustoz tutadi ular keyin. Boshqalarni ham adashtiradi dedilar. Ilmni zoya bo'lishi ahli ilmlarning qadrini bilmaslikdan bo'ladi.